Assalomu alaykum, Rohat Aday Master YouTube kanali kuzatuvchilari. Bugun sizlar bilan ko'rib turgan Bugun sizlar bilan ko'radigan modelimiz salon ichkarisida turibdi. Mana ko'rib turibsizlar, salon tashqarisida juda ham ko'p modellarimiz mavjud. Bizda hozirgi paytda trening xizmati ham mavjud. O'zingizlarda bo'ladigan eski mashinalarni olib kelsanglar, boshlang'ich to'lov sifatida olib qolamiz va o'rniga xuddi shunaqa yangi mashinalarni qilib beramiz. Bizning ish vaqtimiz ertalabki soat 9 dan kechki soat 8 gacha va test drive'larimiz kechki soat 6 gacha o'z xizmatingizda bo'ladi. Sizlar bilan ko'radigan modelimiz salon ichida turibdi. Qani ko'ramiz. Ko'rib turgan modelingiz Tiggo 8 gibrid avtomobilimiz bo'ladi. Bu avtomobilimiz polni gibrid rejimida 1200 kilometrgacha masofani bosib o'tadi va tok rejimida 100 kilometrgacha bo'lgan masofani bosib o'tadi. Bu avtomobilimizda motorlari 1.5 turbina va elektromotor bilan jihozlangan bo'ladi. Sizlar bilan salon ichiga bir nazar solamiz. Avtomobilimizni ko'rib turibsizlar, rullari multi rul bo'ladi. Bu yerdan bemalol kurs kontrol va skorost limitlarini bemalol to'g'rilasangiz bo'ladi. Va mashinamizda qo'shimcha голосовой управлениялarigacha bor. Xo'p, bar qismiga keladigan bo'lsak, bar qismini ko'rib turibsizlar. Bu yerda uzun besprovodniy zaryadkalar bor. Rejimlarini to'g'rilasangiz bo'ladi. Xohlasangiz tokda, xohlasangiz gibrid rejimda yursanglar bo'ladi. Mashinamizning yana 3 xil yuradigan rejimi bor. Ya'ni qaysi deydigan bo'lsangiz, monitorga qarasanglar, monitorimizni mana ko'rsatib qo'ygan bo'ladi. Eko, standart va sport rejimlarida bemalol yursanglar bo'ladi. Mashinamizni ekoda ekonomичный, sportda sportivniy yurib beradi. Xo'p, mashinamizning patologiyaga e'tibor beradigan bo'lsanglar, panorama lyuk bilan jihozlangan bo'ladi. Patolog qismi ham qoraytirilgan bo'ladi. Eng zo'r tomoni bu mashinamizni oilaviy mashina hisoblanadi va orqada yana qo'shimcha ikkita sidinasi mavjud. Orqa bagajni bemalol salon ichidan ham ochsanglar bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, bagaj sig'imida boya aytib o'tganimdek ikkita qo'shimcha yana sidinasi mavjud bo'ladi. Va bu mashinamizda gibrid bo'lganning hisobiga o'zida zavod tomonidan berilgan mana bunaqa qo'shimcha uy sharoitida zaryadkaga qo'yadigan kabellar bilan kelgan bo'ladi. 220 ga bemalol tokka qo'yib zaryadka qilsanglar bo'ladi. Mashinamizni ko'rib turibsizlar, ochilishlari ham elektriskiy, yopilishi ham elektriskiy bo'ladi. Bittagina knopkani bosasizlar yopiladi. Va bezopasnost tomoni ham qilingan bo'ladi bu mashinamizda. Faralariga e'tibor berishingizni so'rab qolaman. Orqa faralari juda ham bir ajoyib qilib ishlangan bo'ladi. Yangicha zamonaviy dizaynda qilingan bo'ladi. Ranglari ham juda ham bir ajoyib. Bu rangimiz hozirgi paytda juda ham trend bo'ladi, xudo xolasa. Bu yilda texnologik seriya deb ataladi. Xo'p, bu mashinamizni xarid qilish usullari hozirgi paytda rassrochkamiz ham gibridimizga bor. Ya'ni boshlang'ich eng kamida 30% to'lab, 30 oygacha o'z pulni bo'lib berishga olsanglar bo'ladi. Yoki bo'lmasam kreditda eng kamida 25% yoki bo'lmasam 15% boshlang'ich to'lov qilib, 5 yilgacha avtokredit asosida olsanglar bo'ladi. Agarda naqd puli bor akalarimiz bo'ladigan bo'lsa, shu mashinamizga 30 million foydasi bilan xarid qilsanglar bo'ladi. Bizning manzilimiz Toshkent shahar Bektemir tumani, Qo'yliq Rohat aka turishdan o'qo'da joylashgan bo'ladi. Pastdagi raqamlarga aloqa qilsanglar, biz sizlar bilan bog'lanamiz. Avtosalonimizda sizlarni kutib qolamiz.